Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, el ardog'idagi taniqli aktyor Javohir Zokirov haqida bugun noxush xabarlar e'lon qilindi. Xalq marhumning haqqiga duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakili, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan el ardog'idagi taniqli aktyor Javohir Zokirov, ota-onadan keyin rozi qilish shart bo'lgan inson ayolingiz Javohir Zokirov hayotidagi eng katta saboqi haqida. Aktyor Javohir Zokirov Mening yurtim telekanaldagi o'zimizning gap ko'rsatuviga intervyu berdi. Intervyu davomida aktyor yoshi ulg'aygani sari o'zini taniy boshlagani va otasining vafotidan keyin nimalar o'zgargani xususida hikoya qiladi. Hayotning eng katta darsi otamning vafoti bo'ldi. Otamning vafoti eng katta dars bo'ldi menga. Hayotimdagi eng katta o'zgarishlarning hammasi o'shandan keyin boshlandi. Chunki shu paytdan boshlab o'zimni taniy boshladim. Bu juda katta judolik ekan. Men hech qachon otam yosh ketadilar deb o'ylamagan edim. Nazarimda hali hammasi oldinda edi. Noumid shayton deyishganidek, eng oxirgi umidga ham ishonardim. Bolalar uchun eng beg'ubor vaqt ota-onasi bor paytlar bo'ladi deb o'ylayman. O'zlaridan kattalar gapirganda ko'p yoshlarning ensasi qotadi. Mening ham hayotimda shunday paytlar bo'lgan. Ota-onamning menga vaqtlari bo'lmagan deb aybni ularga to'nkab qo'yishim mumkin, lekin mening ham ularga vaqtim yo'q edi. Ertalabdan kechgacha ko'chada yurardim. Ko'cha bolasi edim. Hech kim hech qachon bir kuni otam o'ladi deb o'ylamas ekan. Hamma gap mehrda ekan. Mana shu voqea misli ko'rilmagan hodisa bo'ldi. Hech kim va hech narsa otaning o'rnini bosa olmaydi. Lekin Alloh birini olsa, boshqasini berarkan. Otamning vafotidan keyin oila qurdim. Shu sekin boshqa hayot boshlandi deb o'ylayman, deydi aktyor. Ishlarim o'xshasa ham, o'xshamasa ham xursand bo'laman. Hozirgi kunda bir ishim o'xshasa xursand bo'laman, o'xshamasa ham xafa bo'lmayman. O'xshamadimi, demak bu kerak emas ekan deyman. Oldinlari hamma narsaga kuyunaverardim. Voy, bu undoq ekan, bu bundoq ekan derdim. O'ylab qarasam, ko'pincha birovlar bilan band bo'lgan ekanman. Inson birinchi navbatda o'zini tanishi kerak deyishadi. Men ham bugun ko'proq o'zimni tanishga urinaman. Ayolini xafa qilib ko'chaga chiqqan erkakning ishi yurishmaydi. Ota-onadan keyin sizdan rozi bo'lishi kerak bo'lgan inson albatta ayolingiz bo'ladi. Ayoli bilan do'st bo'lish baxt va baraka deb bilaman. Turmush o'rtog'ini xafa qilib ko'chaga chiqqan erkakning ishi yurishmasligi mumkin. Bilamanki, hatto ayolim qanaqadir rolimga rozi bo'lsa, o'sha rolim o'xshaydi. Uning bir og'iz yaxshi gapi bilan o'zimni undan ham zo'r his qilaman. Avvallari ko'p tushkunlikka yurishimga qaysidir ma'noda ayolimning mendan ko'p pul topishi ham sabab bo'lardi. Ammo keyinchalik bu balans to'g'rilanib ketdi. O'shanday vaqtlarda ham ayolimning o'zi hammasi yaxshi bo'lishini aytib, ruhimni ko'tarardi, deydi aktyor Javohir Zokirov. Ma'lumot uchun, aktyor Javohir Zokirov 1972-yil 9-noyabr sanasida Toshkentda tug'ilgan. U mashhur Zokirovlar sulolasining vakili bo'lib, marhum aktyor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jamshid Zokirov va aktrisa Gavhar Zokirovalarning farzandi hisoblanadi. Ushbu aktyor oilada to'ng'ich farzand bo'lib, uning Ohista ismli bir singlisi bor. Javohir Zokirov san'atkorlar oilasida tug'ilgani bois, uning bolaligi asosan teatr sahnalari va suratga olish maydonchalarida o'tgan. Shu boisdan u kinoga juda erta, ya'ni 6 yoshdan kirib kelgan.
U san'atkor sohasidagi faoliyatini xonandalikdan boshlagan bo'lib, o'sha mashhur bolalar guruhining a'zosi bo'lgan. Ushbu guruhda Javohir Zokirov bir necha yil faoliyat yuritgan hamda xonanda sifatida 2001-yilda o'zining Yakkaxon konsertini ham taqdim etgan. Keyinroq u Moskvadagi Butun Rossiya kinematografiya oliygohi tahsil olib qaytgan. Javohir Zokirov aktyor sifatida bugungacha 20 dan oshiq filmlarda suratga tushgan bo'lib, ular orasida Sotqin va Baron filmlaridagi rollari bilan tomoshabinlarning mehrini qozongan. Bu aktyor faoliyati davomida nafaqat o'zbek kinosida, balki o'nlab xorijiy filmlarda ham ishtirok etgan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida gapiramiz. Javohir Zokirov mashhur o'zbek yozuvchisi G'afur G'ulomning nabirasi Shahrizod G'ulomovaga uylangan bo'lib, hozirgi kunda ularning bir qiz va 2 nafar o'g'illari bor. Bugungi kunda 47 yosh arafasidagi Javohir Zokirov faoliyatini aktyor, rejissyor va xonanda sifatida ham davom ettirib kelmoqda. Eslatib o'tamiz, Gavhar Zokirova Javohir Zokirovning onasi bo'lib, O'zbekiston xalq artisti Zokirova Gavhar Akmalovna 1949-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. Milliy teatrda 1971-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 1988-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni, 1989-yil davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Gavhar Zokirova teatrda sahnalashtirilgan 100 dan ortiq asarlarda turli xil obrazlarni yaratdi. U teatr ijodiy faoliyati rivojiga salmoqli hissa qo'shib kelayotgan iqtidorli aktyorlardan biri hisoblanadi. Gavhar Zokirova teatrda sahnalashtirilgan spektakllarda kichik rollardan boshlab bosh rollargacha qoyil maqom qilib ijro eta oladigan yetuk san'atkorlardan. Mehnatsevarligi, talabchanligi va tinmay ijod izlanishi tufayli uning iste'dodi mutaxassislar tomonidan yuqori baholangan. U Parvozda Sanam, Abu Rayhon Beruniyda Gulsanam, Qaroqchilarda Amaliya, O'ylanishda Agafiya, Tirik murda Liza, Boy ila xizmatchida Gulbahor rollari bilan bir qancha muxlislar qalbini zabt etgan taniqli aktrisa desak ham mubolag'a bo'lmaydi, deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bor yo'g'i bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni, ushbu xabarni do'st va yaqinlaringizga ham ulashib, ularni ham xabardor qilib qo'yishni unutmang. Biz sizga eng saralarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz.